Babun fi tazwijil abkar, bokiralarga uylanish haqida. Ya'ni unga targ'ib qilingan. Oldinsa masalan juvonni tanlash, bokirani tanlash imkoni bo'lsa, bokirasini tanlang. Tabiiyki nafsizga ham yoqadi bu. Endi mana shundan bilamizki, qarang. Ba'zan nafsga yoqqan narsa bilan islom targ'ib qilgan narsa birlashadi. Ya'ni har doim ham nafsingga yoqqanini ziddini qil degan gap umumiyligicha to'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri, ko'pincha shunaqa. Islom nafsga yoqmaydigan narsalarni aytadi. Shuning uchun ham oyatda Alloh nahan nafsa anil havo deydi. Nafsni havosidan qaytargan kishiga jannat deydi. Ko'pincha shunday. Islom nafsga yoqmaydigan narsani aytadi. Lekin ba'zan nafsga yoqqan narsaga ham islom o'shanga ham targ'ib qilar ekan. Bu o'sha muvofiq kelib qolishi dinda, nafs xohishi bilan Allohning xohishini. Zarari yo'q. Ana shunaqa paytda nafsizga ham yaxshi, va diningizga ham yaxshi bo'ladi. Mana bokiraga uylanish shu jumladan shunaqa. Nimaga endi bokiraga uylanishga targ'ib qilinyapti? Chunki birinchidan o'tmishi bor ayol yo o'tmishiga bog'liq bo'ladi. Masalan, xususan eri o'lgan bo'lsa, bo'ldi, eri bilan qo'shilib o'lgan u ayol hisoblavering. Erini yaxshi ko'rsa bir ayol mana. Eri o'lib qolsa keyin, bo'ldi, bu ayol eriga qo'shilib o'lgan bu, jasadi qolgan faqat uni. U qalbi o'lib bo'lgan uni. O'sha eri bilan olib borib yuragini ko'mib kelgan o'sha yerga u. Shuning uchun sizga endi mayli majburiydan boshqadan tiyadi. Xoh iqtisodiy qiyinchiliklardan, xoh bir o'zi ham endi ayol baribir, uni ham nafsi bor. Tiyadi, lekin yuragi sizniki emas uni. Yuragi o'sha go'rda qolgan uni eri bilan. Endi ayb emas bu, baribir voqelik. Yoki hatto ajrashganda ham ba'zan shunaqa. Boshqa bir muammolar sabab bo'lib ajrashgan, masalan, qaynonadan qaynota muammosi bo'lib yoki erini bir topish tutish joyida bo'lmay qolgan, shuning uchun eri bor javob bergan yoki eri yoqtirmay qolib javobini berib yuborgan, lekin u erini yoqtiradi. Eri tirik bo'lsa, undan battar. Shuning uchun bunaqa paytda ham baribir u eriga bog'liqlik bo'ladi. Va hatto uchinchi holat, erini yomon ko'rib ajrashgan taqdirda, masalan, er uni yaxshi ko'rgan, kerak bo'lsa ortdan quvlab yurgan, ajrashmayman, talog'ing bermayman deb bu zo'rg'a ajrashib olgan. U ajrashganidan xursand, o'sha eridan. Shunaqa bo'lib sizga teggan taqdirda ham o'sha eridan qutulib ajrashib ketdi-ku endi bu ayol. Mana shu sababdan u ayolga nisbatan bir erdan ajrashish baribir unchalik qiyin ish emas bo'lib qolgan bo'ladi. Shuning uchun ko'ring, siz bilan nikoh qilgandan keyin ham sal bitta muammo bo'lsa bir narsadan ham taloq so'ray boshlaydi. Hamma narsaga taloq olib ketaveramiz desa, unga oson bo'lib qolgan bo'ladi taloq olish. Taloq olib ko'rgan ya'ni. Erkaklarda ham bor bu narsa. Taloq qilib ko'rgan erkakka taloq qilish oson. Taloq qilib ko'rmagan erkak shu o'lib qoladi xotinini taloq qilmay. Ayollarda ham xuddi shunaqa deyapman. Taloq olib ko'rgan ayol, xususan xuluq qilgan bo'lsa o'zi, u boshqani ham xuluq qilib yuboraveradi keyin. Boshqadan ham taloq olishdan hech narsa uni to'xtatmaydi. Unga bu oddiy bo'lib qolgan. Keyin tabiiyki sizga yoqmaydi bu narsa. Sen har narsaga taloq so'raverasanmi deysiz. Xullas, mana shunaqa narsalar bo'ladi-da, u o'tmishiga bog'liqligi bo'ladi uni yoki o'tmishidan uzilgan taqdirda ham siz bilan baribir o'rtada qandaydir nimalar, masofalar bo'ladi. Eng kamida sizdan bir nimadir ko'rganda o'sha avvalgi erida u narsa yo'q bo'lsa, o'shanda keyin sizni taqqoslay boshlaydi. Men unday qilardim, bunday qilmasdim. Siz bo'lsa qilyapsiz. Ba'zi aytadi ham kerak bo'lsa buni. Aytmagani ichida shunaqa fikr bo'ladi. Ana shunaqa muammolarga duch kelasiz hayotda. Va ba'zan kerak bo'lsa o'zingizni g'ashingiz keladi keyin. Shunaqa erkaklar ham bor masalan. Biladi, u erdan ajrashib ketdi, hammasi tugagan, lekin turib shu shayton xayoliga har narsani solib g'ash kelaveradi. O'sha avvalgi er haqida bu fikr qilyaptimikan, o'ylayaptimikan deb har narsa shunda shayton unga fitna olib kelaveradi. Xususan bir rashkchi erkak bo'lsa yoki bir ginachi erkaklar bo'ladi ba'zan mana. Ko'ngli ginan tugib qo'yadi-da, keyin bitta janjal qilsa, ana shuni yuziga soladi. Mana shu avval er borligini. Keyin odam bu yerda o'zi ham gunohkor bo'lib qoladi, uni yuziga solib. Nima aybimi endi uni er borligi avvalgisi? Ayb emas. Lekin odam shunaqa paytda, husumat paytida yuziga soladi-da, keyin gunohkor ham bo'lib qoladi. Ana shuning uchun aytilgan shu ko'rmayam, kuymayam degandek bitta qizni ol. Hech narsa o'sha yuqorida aytilgan muammolar bo'lmaydi shunda. Shuning uchun qizga uylanish targ'ib qilingan. O'rtada ulfat tamomiyroq bo'ladi xullas qizga uylanganda. Va keyin yana boshqa bir rivoyatda bir illat aytilgan, qizga uylanishga targ'ib qilib, ardo bil yasir. Ozgina narsaga rozi bo'luvchiroq deyilgan. Bu hamma sohada. Masalan, ta'minotda ham avval er ko'rgan ayol bo'lsa, avvalgi er xususan juda yaxshi ta'minlaydigan bo'lsa, sizni qizg'anchiqqa chiqaradi keyin. Yoki muomalada ham avvalgi eri juda ham masalan xushmuomala bo'lgan bo'lsa, siz unaqa bo'lmasangiz, tabiiyki odam odamga o'xshamaydi. Sizning muomalasiz, madaniyatsiz qo'polga chiqaradi masalan. Ayniqsa yuqorida aytgandek, agar u ayol yaxshi ko'rmagan erini, u erkak yaxshi ko'rgan bo'lsa, ajrashib ketishgan,
Endi u erkak yaxshi ko'rgani uchun nimalar deb yalinib yolvorgan bo'lmaydi bu erkak ayolga, to'g'rimi? U ajrashib ketgan taqdirda ham endi sizda o'shanaqa muomalani ko'rmasa, sizni ayollarga muomala qilishni bilmaydigan deb ayblaydi. Chunki u ko'rganda avval eridan qanaqangi yalinib yalpay ishlarni. Siz esa unaqangi yalinib yalpaymayapsiz. Keyin sizdan taloq so'ray boshlaydi, moslashmadik deb. Yoki hatto to'shakda ham. Endi siz bilmaysiz avvalgi eri bilan to'shakka qanaqa bo'lgan, to'g'rimi? Ba'zan siz o'zingizga nisbatan tabiiy holat, lekin u avvalgi eridan ko'rgan o'sha to'shakda sizdan ko'rmagandan keyin siz zaiflikda ayblaydi. Keyin mana bu yerda muammo boshlanadi. Va bundan boshqa aytib bo'lmaydigan qancha gaplar bor yana. Uni faqat Alloh biladi. O'sha narsalarda ham odam keyin ana shunda o'ziga bir muammoni orttiradi juvonga uylanib. Shuning uchun xullas bokiraga uylanish targ'ib qilingan. Ozginasiga rozi bo'lib ketadi. Endi bokira ham bu ham bir katta muammo endi hozirgi zamonda bokira qiz topish ham. U bokira deganda men jinsiy bokiralikni nazarda tutmayapman, lekin bir ma'naviy bokiralik ham katta muammo topish hozirgi zamonda. Bokiralar qarasang, o'sha bokira degan narsasidan boshqa narsasi qolmagan bo'ladi. Ko'zlar ochilib ketgan, quloqlar ochilib ketgan, fikrlar ochilib ketgan. U ham bokira deb endi bokira deb bo'ladimi yo'qmi Alloh alam uni. Shuning uchun ko'pincha qarasang, o'sha bokiraga uylanib ham hozirgi zamonda lekin bir ozginasiga rozi bo'lmaydi u ham keyin. Chunki boshqa tomondan fikrlar ochiq. Internet bor, bugun telefon bor. Ana shuning uchun aytayapmanki, u bokiralarda ham Alloh rahim qilsin, kamayib ketgan bokira ham. Muhimi, ana shu bokira haqiqiy bokira bo'lsa, o'shanga uylanishga targ'ib qilinyapti. Mana shu illatlar sababidan, ya'ni.